Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun men sizlarni o'zimning magnitofonlar bilan tanishtirib o'tishda davom etaman. Ya'ni bugun o'zimning kolleksiyamdagi elektronika 302 modeli bilan tanishtirib o'taman. Videoni shunaqa elektronika magnitofon tutgan do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Va izohlarda, kommentariyalarda kimda shunaqa magnitofonlar bo'lgan yoki haligacha bor, shularni yozib ketsangiz bo'ladi. Video yoqsa like bosishni unutmang. Demak, boshladik. Mana elektronika 302 ni 3 xil varianti menda bor. Mana elektronika 302 ni o'zi elektronika 302 302 302 3 xil variantda chiqqan. Mana sizlarga bir eshittirib ham ko'rsatib bering. Oldin dizaynlarni ko'rsatib bering. Mana 302 ni o'zi shunaqa rangi menda bor. Yaxshi holatda. Bu sal ozgina teshigi bor. 302 1 bu. Tak, bu ham yomon emas. Va 302 bu ham yaxshi holatda. Dizaynlarga e'tibor beringlar. Qandaqa o'zgarish bor. Ostiga bir eshitib qo'yib beraman. Mana buni hozir yoqib qo'ygandim. 302 ikisini eshittirib ko'ramiz. Qanaqa ishlayapti ekan. Перемотки ko'ramiz. Перемотка. Hammasi joyida. Endi bunisiga qo'yib ko'ramiz, qanday ishlayapti ekan. Xo'sh, tak. Endi ham ozgina перемотка qo'yamiz. Pauzalashlar. Перемотkalari ham yo'nmas. Xullas bugun mana shularni bir obzor qilib beradiganim uchalasini. Bugungi video obzorimiz elektronikalar haqida edi. Hali yaxshilari oldinda bizlarni kuzatishda davom eting. Keyingi video obzorda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.